Qandaysan? Yaxshimisan? Nima bo'lyapti? Ye, hamma nima shetda ekan? Anavi bola shetda ekan. Haligi bola. Assalomu alaykum. YouTube'ga chiqaylik akamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsiz, bardamsiz. Rahmat. Hasharga keldik. Alaykum Temur aka, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Yaxshi yuribsizmi? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Akalar. Omonmisiz? Yaxshimisiz? Sizmisiz? Zafar aka. Yaxshimisiz? Bardamsiz? Sog'-omonmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Opam bolalaringiz yaxshimi? O'zingiz zo'rmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Hormang. Assalomu alaykum bardam. Yaxshimisiz? Salomatchilik. Sizmisiz? Oilasizlar, bola-chaqalar. Xudoga shukr. Qandaysizlar? Qanday duo bering. Hoji bobo, duo bering. Ilohim hammamiz o'ylagan niyatlarimiz yo'lga yetsin. O'zidan o'ziga muhtoj. Aytganingiz. Ko'rsar endi. Yaxshi bo'layim. Sizning xonadonlar tinch, bola chaqalar. Xudoga shukr, rahmat. Nevaralar hammalari. Katta bo'lyaptimi? Xudoga shukr, rahmat. Qandaysiz? Kelib ketdi. Otingiz omad esimdan chiqib qoldi. Shahrida. Siznikini Ha, endi ko'ryapman sizni. Bog'i yaxshi bola, haligi bola. Yaxshi bola. Nima hali Isroil kelmabdi? Isroil endi jinni mazasi. O katta usta tepada ekan. Ishonch kelur deyapti ekanda. Hormanglar ustalar. Gapirmaydi usta, katta ustalar. Glavni usta kim ekan, glavni usta? Menda. Ha, o'z tugatib qo'yibsizlar-ku. Nima beringlar? O'yinchoqdan bitta paket beringlar. Nosirxon nima quryapsizlar bu yerda? O'rtamni uyiga to'n kiydiryapmiz. Ha, sovqotyaptimi ekan? Uy sovqatyapmiz. Ha. Bunaqa qilyapti-da. Tena qilyapti. Qani, Qovur aka? Bu qozon sizga kichkinalik qiladi, ha? Hozir kattasini olishayapti. Yo'q, siz uchun bu Kichkina bu. qozonni nima qilmaysiz? Qabul qilmaysiz. Sababi endi unaqa yo'q, katta o'choqmalar bo'lishi kerak. Nechta odamlarimiz endi aka? Uyda xo'jayini biladi. Yo'q, bu siz aytsiz bo'ldi. Cho'ng odam. Nechiladan? Nimadan damlaysiz? Xohlaganingiz. Ana, Ikkinchi damlaysiz. Bo'ldi, sizga ma'qul. bo'ldi mana. Mirkomil hormang. Salomat bo'ling. Nima ishlar bilan mashg'ulsiz? Hashar. Hashar boshlanib ketdimi? Ha, Terlab ketibsiz, terlab. ish qilyapmiz-da akaxon. Ha, men sizni Hashar xizmatdoshlarga yarashar. Voh! Shiorlarni qarang, shiorlar. Mana, Temur aka o'tishmas. nimani ham boshlabdi bular. Setkani qo'yish, pakilovka qilib, utiplit qilyapti. Xizmat boshlar mana qattiq boshlar. Glavni rolda Ahrormi nima edi? Akmaljon bilan Nosirxon. O'g'li zoti nima edi? Nusrullo. Ish ketyapti. Nima deysiz? Qanday bo'lyapti? Bu xizmatdoshlar davrasi ajoyibda. 96-yil o'sha Buxoroda xizmat qilgan bolalar bari. Oqibatli eng zo'r insonlar barisi. Endi 50 ga kirdi. Ha, 50 ga kirsa ham hali oqibatni uzgan yo'q, Allohga shukr. Hasharni ham qo'ymayapti. Hashar bu, hashar. Doniyorjonnikida hashar. Bo'lmaydi bizniki. Ona ketmaydi. Ona ketmaydi. Biz yopishtiryapmiz. Ulfatlar bag'i. Zafarjon boshlaverdingizmi endi shunaqa qilib? Ana o'choqni mensimadingiz-a, kichkina o'choq. Sizga bo'lmaydi. Kichkina qilib. Ha, atay kelib shunday qilsa kichkinada 1 kilolikda bo'lmaydi. Boshlaverdingiz endi. Boshlavordik. Qo'lga nima bo'ldi? Daniyor akam urishyapti. Kesib oldik-da. Osh qilaman deb. Qo'y go'shti. Qo'y yog'i eritilgan bor ekan. Daniyor akam. Bismillahirrohmanirrohim. Endi ko'payib ketsa bo'laverami endi Shahriddin aka? Toza qo'y yog'i qilyapsiz, Zafarjon. Qo'y. Qurbimiz yetami yeyilishga? Kim biladi endi? Badanimiz ko'tariladimi buni? Endi o'lib. Ichida ilik yog'i ham bor mana, ilik mana. Kalagan. Kalagan bor bu yerda hali. Qanday qilamiz? Bir bola qilamiz, ha, ishlayapmiz-ku. Eplashtiramiz. Eplashda ish bo'lyapti shunga yarasha. Ha, o'tin yorilyapti-yu. Quvvat ketkazamiz jiddiy bo'lsa ham, ha? Yo'q, o'zi velosiped haydab boramiz. Boshladingizmi o'zi? Boshladik. Jon, nimani ham sopsiz-a, liglarni? Liglarni sop qo'ydim, no'xatlarni sop qo'ydim. To'g'ri aka.
Oh. O'choq qozon baqa o'tkazibsiz, nima bo'ldi? Quyoshda qolib ketdingiz. Yo'q, qolib ketdim. Nosonxon akam shunday. Nosonxon tomon ko'tarib yubordi. Shu ketib qo'yaymi? Qaynab ketdi bu. Yezirada bu guruch. Cho'ng'ara. Ha. Hashar qattiq ketyapti bolalar, hasharni yomon qilyapti. Oyoq bilan chiqib ketaveraymi? Ha. Nima ishda mehmonlar o'tirsa kerak, ana bilmadim. Tuzlari nima deyapsiz, Aparjon? Tuzlari zo'r. Aka, shunday ozgina solamiz. Ustalar hormanglar. Salomat bo'ling aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hech meni ish qilib turganimda olmaysiz ekanda. Bolalar ko'rib qoladi siz ishlagan. Temur aka sizda ana shu televideniyangizda bor-ku, Anvarxon ukangiz ham ko'radi. Aksariyat sizdaligingiz ishqiboz. Aytuvdi. Faqat bu safar uzrli bo'lib kelolmadi. Mana shuni ko'rib turibdi Anvarxon ukangiz. Bo'ldi. Nimagaki? Ha. Faqat sizdalik komandangizga ozoda u. Sog' bo'lsin. Temur akamni o'sha o'tgan safar Qirg'iziston kelishida bir mehmon qilaman degan joyda bor edi. Bu tomon bilan Oltiariq bilan yurib ketib qolibsiz. Salom aytaman Xudo olsa Anvarjonga. Mana eshityapti. Ha, ko'radi. Ko'rganda eshitadi. Ha, ko'radi. Eshitganda ko'radi, gap yo'q. Hormanglar, shpakilovkachilar. Bo'lyaptimi? Shpaklovkani yorib tashlayapti. Yarimidan o'tibsizlar, ha? Yarimidan o'tibsizlar, ha? Deyapmanmi Mirkomov? Zo'r o'xshayapti, cho'p chiqyapti. Gap Ermelyapti, o'zi ikki qo'llab shu nima qilyapti, deyapti, yaxshi bo'lmayapti shekilli. Mana shu guruchni yuvishimiz kerak ekan. Yurganmi Zabarjon yo? O'tirgan. O'tirgan yuvish kerak. Bu ichiga qo'ying. Ichiga shunday qilib. Aha. Mana bemalol yuvaveradi. Ha, qaynoq suvga o'tsin degan ekanlar. Suv to'kib yuborasizmi hozir. Bu nima ekan? Cho'ng'ar ekan. Ha, cho'ng'ara bilinib turibdi. Ha, bilinib turibdimi? Ha, bilinib turibdi. Siz vodiylar sirazi biladi guruchni. Rangidan, turishidan, ha? Birinchi ikkinchi yorilib ketmaydimi ular? Ha? Yorilib ketmaydimi? Birinchi ikkinchiga. Hozir ikkinchini birinchi uramizda, keyin birinchini uramiz. Bo'lmasa qiynalib qoladi. Ha, bo'lmasa vahshiy o'zi. Bu Kecha ham Trambobga qo'yardi. qo'y yog'ini ayting ana, ilikni ayting. Hazm qilib olish o'zi bo'lmaydi. O'zi nozik bolalar bo'lsak-da. Ha, altaroq. Miqir qilib qaynatyapsiz. Yo, guruchni ham sovorasizmi? Solamiz. Vaqti bo'ldi, ha? So'b berasizmi? Yo, kam kirit solaverasizmi? Bismillah. Ana. Lila, opto, nima dedingiz? Mazza shu yerda bo'libdi-ku. Qolaversa. Qadana qarang mana bu. Hayotda ajoyib. Suv kamroq deysiz? Suvni yaxshi ko'radi. Ha, shuning uchunmi? Tas farklı nasıl hani? Oh. Qadana qarang buni, qadana. Yog' qo'y go'shti, ilik, yezira. Toza ajoyib bo'lyapti ekan-da. Tanyoga xizmat o'sishlariga. Ha. Bir osh qilib beraylik.
Zira baloda. Zira so'g'ama yana soladi. Ha, solasa. Enadi gizar ekanda bu gosh. Komil akam mana shu yerda ya. Ha, iyi dedim. Yeymiz ha? Xudo Ha, Komil akam endi. Xudo xohlasa. Yaxshisi Komil. ya zo'r inson. Ajoyib. Hamma u yerda yuradi ya. Yo'q, ajoyib, haqiqatdan ham ajoyib inson. O'shalik nimada qoyil qolganman. Komil akam. Mana bittasini olib qolasiz. Bittasini. Bittasini olib qo'ying. Bittasini bering. Aman, bor yurishini teshamiz. Iliklarga tekkan joyigacha. Ha. Oh, Teyze. Teyzelik. Neç minut endi bu? yarim soat. Yarim soat. Bo'ldimi, Sapar aka? Hidini qarang edi, hidini. Bu chekka kirib qo'ying. Bismillahirrohmanirrohim. Oshmasa osh bo'pti-da, ha? Xudo xolasa. Yurishni qarang, aynaga. Vash yera boribdi. Saparjon. Buni hazil qo'lalamizmi endi? Indamay birovga gapirmay yotish kerak deb ishqimasdan deydi. Elik. Kalagen-da bu, kalagen. Ona biligi bo'lsa. Zobi olib kirib qo'ydilarmi? Hammasini? To'g'ri qaratib. Voltalar olmaysan. To'g'ri yurtsan, bor ekan. Oshga solamiz. Oshga. Mana shu. Qaysi? Shuga. Papilga to'g'ri bo'ladi. Buni bo'lmaymiz, ashta qo'yamiz ustiga. Ha? Hayda oling, to'g'ri. To'g'ri yo'ldasiz. Mana. Turasan. O'zim uni shunga ikkitasini. Mana. Yo'q, qo'l chatoq yo. O'sha ushlab turibsan. Nechtaga solamiz aka? 3 taga solamiz. Bemalol bo'ldi. Bo'ldimi? Olti. Bo'ldi. Temir akam Buni olib ketsa ham bo'laveradi, ham ushlab tursa ham Yo'q, bo'laveradi. ushlab turib, endi yaxshisidan qo'yib ushlab turing. yog'i yaxshi bo'lishi kerak, Anvar aka. Zo'r bo'ldi. Qo'lga ehtiyot qiling. Chiqing, zaparsin tepaga. Temir aka chiqyapti. Aka, Temir aka. Mana bu o'tiravering, o'tiravering. Sizni o'tib ketamiz. Kim qoldi etti? Mana rahmat. Bu xizmatdoshlar sotamiz. Urush mana. Tushib ketyapti. Mana kimga qoshiq kerak? O'tgan paytda urushasizlar. Dem bilan bo'lib paytda jim o'tirasizlar. Hali stol o'ynayapti kirganlaringga. Xo'sh bo'lsa hammalaringga. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Birinchi marta bo'ldi bunaqasi, hashar bo'lib o'tirish. Chaqirmasak kelmasdilar-da. Nima boplaring? Yaxtimi axir? Kelmaganlarga bir narsa demaysizlarmi? Jim osh ish bilan orasizlar, ey. Gapga ham nima yo'q, ha? Navbat yo'q. Kelmaganlar ko'ti kuysin. Yo'q, u nima emas. Bitta mehnat kuchli bo'lgan aka. Ha. Ovqat yeyish Qorin kerak. ochgan mehnat qilib. U lisada yurib qarang, bir kilo 1,5 kiloga olsin.
Desantlar ham mana parashutdan sakrasa tashlab oldiydim. Bir kilo, bir yarim kilo, 5 kilo tashlaysan. Har bitta udaringda. Qo'vrakaga gap yo'q, Ya povurga haqiqatda gap yo'q. Osh. Cho'ng'araga bo'pti o'zi ham. Pulini qancha dedingiz Zaparjon? 7 kilosi 55 ming. Shu puli to'g'ri kelmayapti-da hisoblasa. Matematikada. Hisoblayapti, to'g'ri kelmayapti. Yo, hormanglar yigitlar. Charchamadlaringmi? Tinchmisizlar? Ha, yaxshi. Charchamadlaringmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Kuch-quvvat sizlarga. Yaxshang Temur akalar. Mana haqiqiy usta mana bu bo'ldi bola, uka. Sen bo'lmaganingda biz ishimiz bitmas edi. Ha, sen qutqarding bizni haqiqatdan. Qoyil gap yo'q. Gapni o'shani aytyapman, yomg'ir yog'vardi bular ketgandan keyin deyapman. U ketmadingmi? Yomg'ir quyayotdi. quyayotganda to'g'ri. Kecha men uyga bordim-ku. Yo'lda ketayotganimda Turibdimi? o'sha qarab yomg'ir yog'ib ketaverdi. Ketaverdi. Uyga borib shunday yechilishib quyib yubordi. Vaqtida kelibman deb. Nima deyapsiz? Hashamda. To'kilmaydi qandarsa degan. Yerdan ulfatlarmi? Dumalab tushdi deydi. Hamma yo'q yomg'ir. Mana bugun kuni bilan yomg'ir beryapti. Yomg'irni ham dahshatidan beryapti, xudo xolasa. Do'stlar, issiqxonadagilar yo'q, bitta bir ko'ngil Va alaykum assalom. Rahmat o'g'lim. Yomg'irda qomadlaymi? Ketga bormay. Yomg'irda qolib ketgandir bular. Hammalarga yoqimli ishtaha endi yigitlar. Charchamadlarmi? Yomon ishladinglar, qoyil. Bunaqasi bo'lmagan. Bu ajoyib inson aytayapti. 25 yil deganda birinchi bunaqa ish qilishim deydi. Shuning uchun deydi, turishim qiyin bo'ldi deb aytayapti. Eng qizig'i Temur aka duvolimiz turib ketgan. Turib ko'rib keldingiz-a? Erinmasdan borib. Ha, kecha Yomg'ir yuvordimikin deb o'yladim. kecha u to'g'rida o'tirgan bola u ulfatlarnikidan emas deb aytdi-da, to'g'ri ekan unda gapi. Bilar ekan o'sha. Bilar ekan. Rostdan esimdan chiqib qolibdi o'nim demak. Ha, o'tirib uzr o'tirlarni oldi, sizni islar esimdan chiqib qolibdi. Yo, men birini esimdan chiqib qolibdi, uzr endi, yaxshi, men bolalar bilan o'ynab, yoshlik beboshlikda nima qilay. Bolalarcha o'ynab yurib, uncha narsa esimdan chiqib qolibdi. Hacı. Yağmur ham yog'yapti, ustalar ham qo'shdi quruqqa qarab. İşlab olmay qoldi, kuchayib ketdi. Soat 12gachami mana shunaqa. Ha usta, yomg'ir qattiq o'pdi. Voy keyin deganda yomg'irda ham ishlayveramiz. Qo'rqmaymiz deysiz yomg'irdan. Bahodir juda kuluvchi odam. Ha, bahodir. Ustalar hormanglar. Yomg'irni yengolmadilar-a? Yengib bo'lmaydi, yengib bo'lmaydi. Yomg'irga rahmat. Temur aka endi ish oxirlab qoldi, so'ksa ham bo'laveradigan payt kelib qoldi aka. Shu. Ha, kelib turib so'kib yuboradi, ko'rasiz.
Bir Komilga bering. Bu quroldoshlar yomon chiqdi. Yomg'irda ham yengilmayapti. Bular ustivoshini qaranglar. Tosh yo'q degan harakat qiladi. Ha, umuman harakat to'xtamaymiz deydi. Qanaqa kimlar bilan xizmat qilishni bilish kerak bolalar. Ha, to'g'ri. Ha, hani hunali bir oylikka borib yuravermash kerak. Kechga yetsa, ortib olib. Yo'q, hormanglar, sizlardan yomg'ir ham qutulmaydi ekanda, ha? Yomg'ir ham qutulmaydi ekan sizlardan. Buni qaranglar endi. Isroil hozir yetyapti bo'ldi. 3 kun yomg'ir yog'adi, 10 kunda bir qat yomg'ir. Yomg'irda ham ishlayveradi. Mana kerakmidi? Isroil hozir ko'rib qo'ying, bir yomg'irda ham ishlayveradi. Bormaylar bularni. O durrasi ham borligini qarayman. Boshida durrasiga qaraqa. Bunaqa ishchilar bor. Bunaqa ishlar qayerdan topsa bo'lar ekan, ha? Qishloqdan chiqqan bular. Xizmatdoshlar, nima bo'ldi? Qani gapiringlarchi? Nosirxon? Assalomu alaykum. O bemalol aka. Hashar tugadi. Hashar xizmatdoshlarga yarasha. qaradimi yo? Meni o'rni qaradi. Mehmonni hurmati 3 kunda, 3 kun bo'lgan yo'q. Ertaman. Ertalab qochamiz hozir 3 kunlik bo'ldi. Shahar mikrofon. Rahmat. Hamma ishlarni tugatib yubordilaring. Allohga shukr. Endi Tek. ha, endi dashtaqada. Oyinda borib bir mehmon qilib kelamiz bular Temur aka. Nimaga-da? Endi sayil endi boshlanadi. Endi boshlanadi. Mehnatini, rohatini ko'radi. Falon yil, 90 yil xizmat qilganmiz, xizmatdoshlarning. Gapirib bo'ldi. Yo'q endi, hali hech kim gapirmadi u haqida. Mana biz Yo'q, u haqida. 94-yili borib, to'g'ri. 96-yili kelganmiz. Necha yil bo'ldi hozir shunda? 20 Rosa, ha? 30 yil. 30 yildan beri juda qiynagan 30 yil. Ha. Bahorda keyin Qanaqa joyda xizmat qilgansiz? Aytmaysizmi oxirigacha? Vertolyotning chastida xizmat qilganmiz deng. Ha. Vagonda. Kogonda. Ha, ana shuni Mashq ayting. bola stress rotada bo'lgan juda kuchli bola edi. Endi tumov bo'lib qoldi. Ayrim sabablarga ko'ra Chiqadi. hazilashib Yo, olib tashlaymiz aytani. hazillash to'g'risini aytdingiz. Bunday qo'yib Ha. Bijirim. Sizga Ahro, ya, Menga bijirim. Akmalxon. Gapiraver. Akmalxon. Aka mana xizmatdoshlar 30 yilga xizmatdoshlar mana hasharni uyushtirib ishni bitkizdik mana. Kam bo'lishmasa hammalar. Hamma vodiylik yigitlar. Endi mana shu yigit ko'chada yigit nimada turardi? Toshkentda shu yigitnikida endi xizmat qilamiz. Vodiydan kelgandik, vodiyni guli. Masalan, chiqarib olganmiz vodiyga sig'maganda. Ha, buchi yoni deysizmi, o bola? U gapiradi dedi. Mana Qo'qon Qoppon bozorining xo'jayini bu yigit. Onu 4 marta qo'l ko'tardi. Desanturani boshlig'imi bu? Nima aerodrom rotada xizmat qilgan. Ha. Razzoqov. Yana buni bitta shirkatga borib kelolmay qoldi. Aerodrom Qosimov kim yiqoldi? Men yetimchaman aka. Nimaga? O bularga qo'shilib olganman, yo'lda topib olganman. Mana avtorotada bo'lsangiz ham qo'shyapti bular. Mana. Ahmol akam, Daniyor akam orqali mana Mirkomil akam bilan, Akmal hoji akam bilan, Shahriddin akam bilan, Ziyodulla akam bilan, endi mahallamda Nosirxon akam bo'ladi. Shularga qo'shilib olganman, shularga osilib yuribman-da aka. Ha. Mana xudo xolasa hozir Daniyor akam bizni toqqa olib ketyapti. Ish tugadi. Bulan qolamiz ha. Aha. 3 kun mehmon bo'lib ketamiz. Rahmat. Turdi, keyin qaytib ketdi. Jiyan, sen nima deysan? Ha, jiyan bo'ldi-ku ishda. O'zidan oxirgi gapni aytib qo'ying chiqadi. Ular qani ular? Ko'rmay qoldim. Bekami? Esladingizmi? Ahmad, suku. Ajoyib, ba? Ajoyib. Odamda qanday? Ana qarang, yomg'irdan keyin voy shuni ajoyibda. Zo'r tushib qo'yibdi, bilib. Ha, qarang.
Mana hamma shuncha video qo'yapti. Chiroyli biz uncha ko'rinmaydigan. Tepadan olsak zo'r ko'rinadi. O'shanda ham bo'lar. Daraxtlar pastlaydi. Hali dalsh yuramiz. Короче, so'qoq degan joy endi shu nimasi bilan trendga chiqib ketganda, shashlik, pashlik, dam olish zonalar asosan mana shu yerda. So'qoq yeyish bo'yicha. Endi bu yerda yozlarda uncha nima bo'lmay qoladi-da. Manzara qurib qashib ketadi, chiroyli bo'lmay qoladi. Chorvoq tomonlar zo'r. Mana bu paytda bet zo'r. So'qoq bo'lmay. Lekin qish yozi kelaveradi, endi shashlik bo'yicha. Somsa, bu yoqda bulut cho'tki bo'lib ketdi. Qarang, bizda juda redkis narsa-ku bu. Ana somsalar kerakmi? So'qoq odamni qarang, ko'rdingizmi mashinani? Shahar ko'chib keladi-da, shanba yakshanba. Bilmayman, o'zini shunday yozyapman. Yo'q, katta qilib yozyapman. Mana, aytganingizdek kichkina qilib yozyapman. Boshidagi 10 minutlik. Zo'r joylar. Mana. bo'ldi. Endi mana bunaqa so'qoq degan joyga keldi. Aylantirib kelaman. So'qoq degan joylarga. Temur aka qalaysiz? So'qoq degan joyga Bari qurolda ishlashyapti ekan, ha? So'qoqda ekan. Nam bo'lyapmiz-da, Temur aka. Yaxshi-da, bulbullar sayratib yuboribdi mana. Sovqatdingizmi? Sal ozgina. Ha. Nimasiga? Yo'q. Ey qolmabdi. Qo'ying deyapti, mana amakni yetasan deyapti. Anonga o'xshaydi, oq suv bor-ku. Akmalxon? Oq suvda ham shu-yu. Qurtlar ham bor ekan, qimiz. Daraxtlar qarang. Ko'k choy achchiq. Nima bormi? Somsa bormi? So'qoq. Somsami? Ha? Somsaya olib keling bo'lsa. Yana ikkita keling. Berib yuboring. Sog'lik.
Bo'ldimi? Ve kıyma yemedi mi bugün? Nerede?